Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Internetda shov-shuvlarga sabab bo'layotgan mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Surxondaryoda 15 yoshli qizni turmushga berganlar jazolandi. Ijtimoiy himoya agentligi ma'lumotiga ko'ra, Denov tumanida 15 yoshli qiz turmushga berilib, oila a'zolariga nisbatan ma'muriy jarima qo'llandi. Ma'lumotlarga ko'ra, mahalla yettlik va ijtimoiy xodimlar 2025-yil iyul oyida oilani oldindan ogohlantirgan. Shunga qaramay 10-avgust kuni nikoh marosimi o'tkazilgan. Mahalliy profilaktika inspektori qonunchilikka muvofiq aybdor shaxslarni jarimaga tortdi. Hozirda qizning huquqlari va ta'lim jarayoni mutasaddilar nazoratiga olingan. Oila kodeksiga asosan qizlar uchun turmushga chiqish yoshi 18 yosh etib belgilangan. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.